Assalomu alaykum, qadrli ota-onalar. Bugun men sizlarga muhim bir masala bo'yicha murojaat qilmoqchiman. Hozirgi kunda narkotik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar yoshlar o'rtasida tobora keng tarqalmoqda. Biz bu xavfni oldini olishimiz uchun eng avvalo farzandlarimizga bo'lgan e'tiborimizni oshirishimiz kerak. Ayrimlarimiz ko'pincha ish bilan band bo'lib, farzandlarimizga kam vaqt ajratamiz. To'g'ri, oila uchun mehnat qilish muqaddas burch. Lekin farzandlarimizga mehr va tarbiya berish bundan ham muhimroqdir. Ular tarbiyani tashqaridan emas, aynan ota-onalaridan olish kerak. Bugungi kun texnologiyalari, mobil telefonlar, ijtimoiy tarmoqlar farzandlarimiz vaqtining asosiy qismini egallamoqda. Biz esa ko'pincha bu holatga befarqmiz. Aslida biz ularning nima bilan shug'ullanayotgani, kimlar bilan muloqot qilayotgani va qanday muammolarga duch kelayotganidan xabardor bo'lishimiz shart. Hurmatli ota-onalar, hozirgi kunda yoshlarimizning diqqati va ularning ongiga har qachongidan ko'proq va kuchliroq yashirin hujumlar amalga oshirilmoqda. Farzandlaringiz bilan samimiy suhbatlashing, ular bilan do'st bo'ling. Shunday muhit yaratingki, ular o'zlarining muammolarini bemalol siz bilan bo'lishsin. Farzandingiz yolg'iz qolsa, tushkunlikka tushsa yoki o'zini noodatiy tutsa, bunday holatlarni e'tiborsiz qoldirmang. Esingizdan chiqarmang. Ularning kelajagi sizning qo'lingizda. Farzandingizni asrang, himoya qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.